Xo'p, sizda tutqanoq kasalligi yoki sizning yaqinlaringizda tutqanoq yoki epilepsiya kasalligi bo'lsa, ko'pincha bu holatda vrach ko'rigiga, shifokor ko'rigiga borilganda E'ga tekshiruv qilinadi. Xo'p, o'zi E'ga tekshiruv nima degani? Qaysi holatda E'ga qilish kerak? Qanday sharoitda qilish kerak? E'ganing qanday turlari bor va E'ga shifokor uchun qanday informatsiya beriladi? Xo'p, birinchi elektroensefalografiya tekshiruvi bu miyada sodir bo'ladigan har bitta miya hujayralari bu o'zidan qanaqadir to'lqin chiqaradi. O'sha miyadan chiqadigan to'lqinlarni yozib olish orqali bemorga diagnoz qo'yish. Ya'ni bu elektroensefalografiya tekshiruvi bu o'tgan asrning 20-30-yillarda boshlangan va undan keyin bu ko'pincha tibbiyotda keng qo'llanishlarni boshlagan. Hozirgi kunda E'galarni ko'pincha qanday qo'yish kerak, qanaqa turlari bor? E'gani birinchi qaysi kasalliklarda qo'yishimiz kerak? Birinchi o'rinda bu epilepsiya, tutqanoq kasalligi. Ikkinchi holat bu hushdan ketish holatlari, tutqanoqqa o'xshagan xurujsimon kechadigan ayrim o'sha bosh miya kasalliklarida E'ga qilinadi. Uchinchisi, bosh miyaning aktivatsiya, bosh miyani ishlashini ko'rish uchun ayrim holatlarda E'ga bizga yordam beradi. To'rtinchi holat, ayrim paytda koma yoki boshqa saporoz holatlarini baholash uchun ham E'ga qilinishi mumkin. Keyingi holat bu ko'pincha bosh og'riqning ayrim turlarida, hamma turida emas, ayrim turlarida E'ga qilib o'sha yarim sharlar aro asimetriyani ko'rib, shunga qarab ishlashlik mumkin. Asosan bu epilepsiya tutqanoq kasalligida E'ga qilinadi. Ikkinchisi, E'ganing qanday turlari bor? Birinchisi, E'gani odatiy rutinniy E'ga deymiz. Ko'pincha eng kamida 30-40 minut davom etishi kerak. 20 minutdan boshlab 40-50 minut, 1 soatgacha davom etadi. Bu rutinniy E'ga deyiladi. Shuningdek, ikkinchisi uzoq muddat qo'yiladigan E'ga monitoring bor. 2 soatlik, 3 soatlik, 4 soatlik, 6 soatlik, 8 soatlik E'galar. Uchinchi turi qo'yiladigan holatda E'galarni bu video E'ga degan narsa bor. Ya'ni oddiy E'ga, faqat buni bemorda kechqurun ko'pincha qilinadi. Bu holatda 8 soatda yoki sutkalik holatlari ham bor. Bemorda o'zida o'sha video orqali xurujni to'g'ri baholashlik uchun E'gada chiqargan ma'lumotlarni video bilan solishtirishlik uchun video E'ga qilinadi. Xo'p, E'gani agar sizda vrach xurujiga borgan paytingiz 5 minutlik, 3 minutlik, 10 minutlik E'ga qilinsa tutqanoqda, bu katta ehtimollik bilan bu deyarli hech qanaqa informatsiya berilmaydi va bu tekshiruv protokollariga asoslanmagan. Meni o'zimda amaliyotimda har kuni bo'ladi 3 minutlik, 2 minutlik, 1 minutlik E'galar kelishadi. Bu ko'pincha hech qanaqa informatsiya bermaydi. Bilmadim bunaqa E'galar nima maqsadda tushiriladi, hayron qolasan. Ikkinchisi, E'gada E'ga tushishlik uchun qanday bemor tayyorlanishi kerak? Qaysi holatda uyqu holatida, qaysi paytda uyg'oq holatida, qaysi paytda ikkita holatda ham olishi mumkin. Birinchi navbatda E'ga kelgan bemor sochlari yaxshi taralgan, yaxshi yuvilgan, ko'pincha boshni gigiyenik holati yaxshi bo'lishi kerak. Iloji bo'lsa soch kaltaroq bo'lgani yaxshiroq. Uchinchisi, ayrim tutqanoq xurujlari bor. Bu yerda deprivatsiya qilish, ya'ni kam uxlatish orqali, kerak bo'lsa sutkalab uxlamagan holatda E'ga qilinadi. Ayrim turlarda yaxshi uxlamagan holatda o'choqlar chiqishi mumkin. Endi uyqu bilan ko'pincha uyqu holati yosh bolalarda qilinadi. E'ga tushgan paytda ko'pincha boshni, ko'zni yumib, tinch holatda hech qanday harakat qilmagan, og'iz saqislar bo'lish kerak emas, og'izda tinch holatda yotish kerak. Endi E'galarni kelgan payti ham ko'pincha epileptologiyada ikkita holatda, ham uyqu, ham uyg'oq holatda ko'rilishi kerak. Bu chunki xurujlarning juda ko'pchilik qismi uyquga kirish fazasida, uyquning o'rtasida, ayrim turlar uyqudan chiqish fazasida, ayrim turlari faqat uyg'oq holatda. Ya'ni E'gada ham uxlagan, ham uyg'oq holatda olgan maqsadga muvofiqroq va davomiyligi ko'pincha 2-3 soat bo'lsa, o'rtacha E'ga ko'pchilik epilepsiya turlarida maqsadga muvofiq bo'ladi. 8 soatlik yoki sutkalik E'galar qachon qilinadi? Agar xurujlarni noaniq etiologiya xuruji bo'lsa, xurujni qaysi turini aniqlashga shubhalanayotgan, qiynalayotgan payt bo'lsa, bu holatda uzoq muddatli E'ga qilinadi. Birinchisi, E'gani qilishda ikkita holatda sudrab tutqanoq xurujlarida E'ga qilinadi. Birinchisi bu diagnostika maqsadida birinchi qilingan E'ga uzoqroq bo'lishi mumkin. Chunki misol uchun boshdan, chakka sohasidan, peshonadan qanaqa to'lqin chiqishiga qarab siz E'gani holatini baholaysiz. Ya'ni bu bemorda fokal xurujmi, generallashgan xurujmi, absansmi, miyoklonikmi, tonikmi, atonikmi yoki qanaqadir epileptik ensefalopatiya belgilari bormi? O'sha holatda
Shunga qarab Egidan bu diagnoz qo'yish uchun juda katta yordam beradi. Ikkinchisi 6 oyda birmi, 3 oyda birmi, 4 oyda birmi o'sha proses davomida dinamikada kuzatish uchun EEG qilinadi. Ya'ni bergan doringizni holati, o'choqlarning holati, ko'payganmi, kamayganmi, qanaqa holatda o'choqlarning joylashuviga qarab EEGlar qilinishi mumkin. Endi xo'p, EEGni tushirgan paytda necha kanallik? 16 talik eng maksimum. Ayrim paytda yosh chaqaloqlarga 8 kanallik, 12 ta kanallik, 16 ta kanallik, 19 ta kanallik, 21 ta kanallik va undan ham ko'p ayrim paytda 32 ta kanallik EEGlar, zamonaviy EEGlar ham mavjud. Qo'yiladi. EEGda xo'p tushirganda albatta bu qilingan EEG shifokoriga diagnozni aniqlashtirish uchun va dinamikada kuzatish uchun yordam berish kerak. 3 minutlik, 5 minutlik, 10 minutlik sifatli qilinmagan EEGlar hech qanaqa diagnostik jihatdan ahamiyatga ega emas. Xo'p, EEG degani har doim ham EEG qilingan payti ayrim holatlarda EEGdan o'choq chiqmasligi mumkin. Bu nimaga o'xshaydi? Xuddi yo'lga o'xshaydi. Yo'lga qaraysiz, mashina yo'q bo'lsa, bu degani yo'lda hech qachon mashina o'tmaydi degani emas. Ayrim paytda mashina o'tmaydigan, ya'ni miyani o'zi xuruj bermaydigan paytlari bo'lishi mumkin. O'sha paytda EEG qilinsa, har doim ham EEGdan o'choq chiqmasligi mumkin. Endi EEG keldi, bemor yotdi, uyg'oq holatda yoki uyqu holatida, birinchi uyqu holati oldin, keyin uyg'oq holatga o'tildi. EEGni o'zini tekshirish protokollari mavjud. Misol uchun birinchi o'rinda fon tekshiriladi, undan keyin ko'zi ochilib, ko'zi yumilib, fotostimulyatsiya, ko'ziga nurlar tushirib, ayrim paytda fotosensitiv epilepsiyalar juda ham yaxshi yordam beradi yoki qanaqadir epilepsiya turi, tutqanoq turi provokatsiya bo'ladimi, yo'qmi? Ikkinchi holat giperventilatsiya. Shunaqa turlari bor, chuqur nafas olgan payti, nafas olib chiqargan payti, misol uchun absans epilepsiya ko'pincha giperventilatsiyadan keyin namoyon bo'ladi. Xo'p, epilepsiyani bu holatda ko'rdik. Tutqanoqda o'sha diagnoz qo'yildi. Ma'lum miqdor o'tgandan keyin dinamikada ko'rasiz, holatiga qarab EEGdagi. Ko'pincha savol tug'iladi. Xo'p, EEGda o'sha yillar davomida dori ichganman, hozir 5-6 yilda xuruj bo'lmayapti. Qachon doridan chiqishim kerak degan. Xo'p, birinchi navbatda O'zbekistonda ko'p olinadi 3 yildan 5 yilgacha deydi. Xo'p, EEGda u bemor o'zida xuruj bo'lish kerak emas va EEGda xo'p, plyus tomonga o'zgarishlar bo'lish kerak. Har doim ham EEGni o'zi EEGdagi ijobiy o'zgarishni o'zi bo'ldi, doridan chiqamiz degan xo'p, xulosaga kelishga yordam bermaydi. Epileptologlar, nevropatologlar EEGni kimki tutqanoq xurujlari bilan ko'p shug'ullansa, EEGni mustaqil o'qiy olish va undan yuqori malaka talab qilinadi. EEGni o'qish uchun alohida o'zini o'qishlari bor va o'sha o'qishda o'qigan bo'lish kerak. EEGni ko'pincha normal EEG bilan patologik abnormal EEGni bir-biri bilan solishtira olish kerak va shunga qarab xo'p diagnoz qo'yishga yordam beradi. Bu butun epilepsiya tutqanoq kasalligida EEG qilish bu butun jahonda Angliya, Germaniya, Fransiya istalgan mamlakatda EEG bu zolotoy standart, ya'ni davolash protokolining ko'pincha epileptolog uchun, nevropatolog uchun kerak bo'lgan standart hisoblanadi. Siz va yaqinlaringizda tutqanoq kasalligi bo'lganmi? Sizda qanday EEG qilishgan? Xo'p, sizda 3 minutlik, 5 minutlik, 10 minutlik EEG holatlari yuz berganmi? O'z fikrlaringizni kommentariyada qoldiring. Siz bilan doktor Alimov bo'ldi. Bu videoni tutqanog'i bor, epilepsiyasi bor tanishlariga yuborib qo'yamiz.